siz qarğımı demekçi olsaq, ni şalama, ni şalama deymiz. Onun da sırt yana iki xil ifadəş bə. Ni yen şama, ni yen şama. Yoki ni shi şazı mı, ni shi şazı mı. Demek muş üç cümlenin hammasi siz qarğımı, küzünüz kömemdi degeni bildədi. Diqqat qılsаңlar, üçüncü cümlədə muşu şa degan söz var. Demek bu şa'nın işletilişi intayin köp bulup, turmuşda bek köp işletimiz. Qarğu degan ma'nosidan sirt, yana qarısığa degan ma'nosi var. Masalan, şa şo desek qarısığı sözlash, şa zhao desek qarısığı izlash, şa du desek qarısığı o'qish, şa guang desek qarısığı cho'glash degandek ma'noni bildirdi. Masalan, jumla tuz baqaylik. Biye şa zhao la, biye şa zhao la, qarısığı izlavermang. 别瞎说了，你又不知道。别瞎说了，你又不知道。Qarğılasıq sözlərini siz ya bilmisiniz. 别瞎逛了，已经很晚了。别瞎逛了，已经很晚了。Qarğılasıq çögləvermən, bika çögləvermən, bek keş olub getdi degandek. Ügünüp aldыңlarmı? Şa degan bu söz qarğu, küz kömeydigan degan ma'noni bildirgandesiz. Yani qarısığa, qarğulacha, bika ish qilish degani bildirdi hamda keyniga har qaysi fe'llarni ep qo'yish orqali turmushda intayin qo'llanishchan bir so'z bo'ldi. Fe'llanchiga mushu sha'ni ishlatib jumlalarni tuzib avatib baqsanglar bo'ldi do'stlar. Hatto bu xatning yozilishimi intayin ma'nosi bilan tuzilgan bir xatda. Masalan, sha degan xatga diqqat qilsanglar, mana sol tarafda muzipang, mu deganimiz ko'zni bildirdi-ku. Ondan o'ng tarafda hay, ya'ni ziyankesh qilish degan ma'noni bildiradigan hay degan so'z bilan tuzilgan. Ya'ni ko'zga ziyonkashlik qildi. Demak, bu ko'z qarg'u bo'ldi. Shuning uchun sha. Anda do'stlar, mau kitobda bizning mau asos saviyaning yetaklishi. Mushu kitob nurg'un o'rganishlarimizni qo'lda bor ekan. Agar mushu kitobni bekadan ep qo'yib o'rganamadim, uyda tashlaqliq turib qoldi, o'zimlik o'rganib boshqa chiqarmadim deydigan do'stlar bo'lsanglar, bizning yetaklishimizga qatnashsanglar bo'ldi. Bu kitob intayin tafsiliy tuzilgan. Lekin bizning vaqtimizning yangi darsimizda eng shu muhim bo'lgan nuqtalarni yig'ib akilib, eng qo'llanishchan bo'lgan nuqtalarni hamda mashqlarni yig'ib akilib, shundan so'zlab berdim. Boshqa o'shuq bek murakkab, ijir-mijir bo'lib ketgan yerlarni asosan chiqarib etib, sizlarning tezroq o'rganib olishinglar uchun shuna darsga tuzib chiqdik. Kunda oldiga 1,5 soat vaqtni o'rganishga chiqara olsanglar, mushu darsimizga yetishmay olasizlar. Bosh betda undidar nomer bor, o'zinglarning nomerni bevosita qoldirib qo'ysanglar bo'ldi.